harakatlar ko'proq tunda va kechasi bo'ladigan bo'lsa, bu mutlaqo xavfsiz hisoblanadi. 28 haftalik homiladorman. Tunda ko'p qimirlaydi. Nima sababdan? Bu xavotirli holat emas, balki bu homilaning bachadon ichidagi ritmi hisoblanadi. Ya'ni siz kunduzi yurganingizda bolada tebranishlar xuddi beshikda tebrangandek holat bo'ladi va bola tinchlanib uxlab qoladi. Tunda esa harakatni to'xtatib yotganingizdan so'ng bachadon ichida bo'sh joy ko'payib, bola aktiv harakatlarni boshlaydi birinchidan. Ikkinchidan, harakatlar to'xtatganingizdan so'ng bachadonda qon aylanishi kuchayadi va homilani aktiv harakatlarga olib keladi. Uchinchidan, siz ovqatlanganingizdan so'ng ozuqalar qon tomirlar orqali homilaga glyukoza bo'lib boradi va bolani aktiv harakatlanishiga olib keladi. To'rtinchidan, onadagi kechki gormonal o'zgarishlar bachadon tonusini kamayishiga va qon aylanishini kuchayishiga olib keladi. Agar homilangizda harakatlar odatdagidek va harakatlar ko'proq tunda va kechasi bo'ladigan bo'lsa, bu mutlaqo xavfsiz hisoblanadi. O'zingizni asrang, aziz homiladorlarim.